9dan 12gacha bizni ta'm tevara chaltiqqi yoja iyoso hal hingdong almashin koshin ko'rishib demak qizni harakatiga aloqador bo'lgan javob tanlash kerak bo'ladi. Xullas suhbat ketadi. Suhbatda qiz nima ish qilganligini, shu oxirgi nima ish qilish kerakligini ko'rsatish kerak bo'ladi. Hop, demak 9dan 12gacha shu savol turi bo'ladi. Hozir dialogda eshitamiz. So'zma-so'z tushuntirib ketishga harakat qilaman. 한 번씩 읽겠습니다. 9번. 여보, 바쁘지 않으면 넥타이 매는 것 좀 도와줘요. Demak, yobo deyapti. Demak, ayoliga nisbatan, ya'ni er-xotin bir-biriga yobo deb murojaat qiladi. Ayoliga aytyaptiki, agar band bo'lmasang, menga galstukimni bog'lashga yordam ber, deyapti. 이게 잘 안 매지네요. Chal ammejini yaxshi bog'lolmayapman degani. 알겠어요. 근데 셔츠에 단추가 떨어졌네요. Demak, tanchu degani tugma. Shotchi tanchuga tarajineyo, demak, uzilib tushibdi. 금방 달아줄 테니까 Kimban tarajulteniki srazi nima qada beraman. Qada berganligim sababli 줘봐요. menga ber. 아, 여기. 이걸 못 봤네요. Buni men ko'rmabman. 아까 입을 때는 괜찮았는데. Kiya turganimda yaxshi edi, borga o'xshovdi demoqchi. 지금 바로 돼요. 잠깐만 기다려봐요. Chigin paroti srazi bo'ladi, ichi kutib tur deyapti. Demak, qiz nima qildi? Ko'ylakni oldida tugma qadagani ketdi. Demak, harakat qiz hozir o'sha ayoli tugma qadash prosesida, jarayonida. Demak, birinchi javob demak tanchuril tanda. Demak, o'sha qadash jarayoni bir javob. Ikki shochiril chunda, hali ko'ylagini bergani yo'q. Shochiril ipda. Demak, o'sha nima edi? Futbolka deymiz a? Shu yerda. Yo, ko'ylak deymiz. T-shirt bo'lsa futbolka bo'ladi. Tak, shochiril ibninda demak kiyyapti. To'rtinchisida nektai meda demak meda galstukni bog'layapti degan javob. Demak, bu holatda ayol nima tugma qadagan ketdi. Demak, 9ga javob birda olamiz. Hop, keyingisi 10. 10번. 너무 졸리다. Nomi cho'llida. Cho'llida degani sleepy bo'ladi. Uyqusiragan holat bo'ladi odam haligi. Uyqusi ochilmagan holatda cho'llida deydi. 아직 읽어야 될 책도 많은데. Hajik ilgoya tel chekmanindeyo. Demak, o'qishim kerak bo'lgan kitob hali ko'pda. 졸리면 기숙사에 들어가서 일찍 자고 아침에 일어나서 하든지. Demak, boshing o'sha uyqusiga turgan bo'lsang, kecha kirib uxlab, ertalab vahal turib qilsang ham bo'ladi desa, 전 아침잠이 많아서 achim chamiyo. Demak, ertalab ko'p uxlashligini aytyapti. 일찍 못 일어나요. Ilchik modirona. Demak, ertalab turolmayman, vahli. 잠 좀 깨게 잡, Cham keda degan so'z bor. Uyquni ochish degani. Odamlar uyquni ochish, sport qiladi, shug'ullanadi, yo ko'fe ichadi, yo bir narsa qiladi-ku. Chamchum kege uyquni ochish uchun 잠깐 나가서 산책해야겠어요. chamkan nagaso tashqariga chiqib, sanchak demak bir aylanib kelish, ha? Aylanib kelaman deyapti. 들어올 때 커피라도 사올까요, 선배? Demak, kelishda kofe ham sotib olib kelamiz senga desa, 네? 아니야, 됐어. 좀 전에 마셨어. demak kerak emas, oldin ichganman. Demak, qiz qayerga qarab ketdi? Demak, proses ko'chaga chiqib ketyapti bir aylanib kelishga. Demak, unda demak birinchisi chek ilgoyo, ilginda degani kitob o'qiyapti. Ikki koperil sanda kofe sotib oladi. Uch sanchegil handa. To'rt kisuksay kanda. Demak, bu sanchek degan ketdi aylangan tashqariga. O'nga javob 3 ta olamiz. Xo'p, demak 11. 11번. 어디 갔다 오셨어요? 부장님께서 계속 찾으시던데요. Oddiy o'xshasa demak, qayerga borib kelyapsan? Qayerga borib kelding? Bujaning seni qidiryapti. 잠깐 서류 받으러 홍보부에 다녀왔는데요. Soryu demak dokument, u qog'ozli dokumentlar soryu deydi. A, Padro olish uchun Hongbo. Hongbo degani o'zi promotion, haligi reklama degan bo'ladi. Bu degani odatda bo'limlar nomi bo'ladi ish joylarda. Hongbo demak reklama bo'limi. O'shanga aloqador bo'lgan bo'limga soryu
hujjat olgani borib keldimda. 무슨 일로 찾으셨어요? 거래처에 보낸 사진이 제품하고 다르다고 확인하러 오셨었어요. Demak nimaga qidirdi degdi. Korecho demak biznes hamkorga jo'natgan rasm boshqa charog'ligi uchun o'shani tekshirish uchun seni qidirdi deyapti. 빨리 연락부터 드려보세요. Yollak puta требовался. Demak birinchi srazi nima qiling deyapti, yollak aloqaga chiqing deyapti. 알겠어요. 그럼 Algisi demak qiz unga hozir yollaq qilish kerak. 이 서류 복사 좀 부탁드릴게요. Ya'ni i soryu poksa demak qo'lda hujjatlar ko'rsatib buni kopiya qilib ber, iltimos qilaman deyapti. Demak tugadi shu yerda qiz qanaqa holatda qoldi? Demak nimagadir telefon qilish kerak xullas. Xo'p, demak soryuni poksa handa. Soryuni haligi bola qiladigan bo'lyapti. Bir javob. Ikki Hongbobuye Tanyonda borib kelib bo'ldi. Xo'p, 3 Pujang ege yollaq handa. Ha, aytdi-ku, seni Pujang qidiryapti. Palli yollaq ha dedi. Bu ham algisi dedi. Demak, Pujang ege yollaq handa 11 ga javob 3 bo'ladi. 4 Sajinil Korichoye Poninda. Bu yerda gap aytildi, lekin u jo'natgan o'sha rasmlar sal boshqacharoqligini sabab qilib buni qidirayotganligini aytgan edi. Xo'p, demak keyingisi 12. 12번. 김인수 씨, 오늘 사용할 음식 재료는 들어왔습니까? Demak, o'nil sayohal imshik cherio. Demak, ovqatga kerak bo'ladigan mahsulotlar kirib keldimi? 네, 조금 전에 들어왔습니다. Necha oldin kirib keldi? 그런데요, 주방장님. 정리하다 보니 안 들어온 것들이 있는데 Chubangjangnim, demak, oshxonadagi mas'ul shaxs ketyapti. Hali kirib kelmagani ham bor edi-da. 어떻게 할까요? Nima qilamiz? 빠진 걸 알려주면 제가 주문서를 다시 확인하고 Demak, pajingga qolib ketgani bo'lsa, menga aytsang, men chumunso demak ro'yxati, zakaz qilish, chumunso o'sha zakaz qilinganlar ro'yxati. Shu ro'yxatini Hagen Hago 업체에 전화해 보겠습니다. obcheye cho'nag'i bo'lgesinmida. Demak, obchega o'sha ta'minlab beruvchiga men nima qilaman deyapti, telefon qilaman deyapti. 네, 그럼 조리실 앞에 있는 재료들은 먼저 보관 창고로 옮기겠습니다. Demak, oshxona oldida turgan narsalarni men deyapti, chankoga, omborxonaga nima qilib qo'yaman, olib borib qo'yaman deyapti. Demak, shu yerda suhbat tugadi. Demak, bu yerda holatda tushunishimiz mumkin bo'lgan narsa oshxonada bo'lyapti. Demak, birinchi variantda obcheye chonahanda. Demak, o'sha nima edi? Yetkazib beruvchiga telefon qilish. Ikki chumunsoril haginhanda. Ikki demak chumunsoni ro'yxatda tekshirish. Uch cheryori chanqurongida. Demak, buni yigit qilyapti. To'rt pajin cheryori allachunda. Demak, u yigitga aytgan edi, qolib ketgan kelmagan o'sha nima edi produktlar aytsang men birinchi tekshirib ko'rib keyin opchega telefon qilaman degan edi. Shu nuqtai nazardan ko'pchilik odamlar opchega chorahanda turib bir javob topib qo'yishi mumkin, lekin bu xato bo'ladi. Shuning uchun eshitsa diqqatli eshitish kerak. Birinchi harakati nima aytdi qizda, ya'ni ayol kishini qiladigan birinchi harakati chumunsoni hagen hago, keyin obchega chonahanda deyapti. Demak, birinchi qilgan harakati chumunsoni hagenanda bo'lganligi uchun 12 ga javobni 2 olamiz. Tushunarli, bu savol turidagi eng yaxshi strategiya hamma javob aytiladi. Faqat keraklisini tanlab olish kerak bo'ladi. Buning uchun diqqat berishimiz kerak bo'ladi albatta. Tezda variantlar hammasini o'qib chiqib tayyor turish kerak bo'ladi. Voqealar rivoji o'tib ketdimi, srazi chizib, o'chirib chiqarib yuborishingiz kerak. Agar sizda to'rtta variant ikkitasini o'chirsangiz, ikkita javob qolgan taqdirda ham sizni yutish ehtimolingiz bo'ladi 50% bo'ladi. Shu nuqtai nazardan imkon qadar 100% aniq ishonch hosil qildingizmi javobga, srazi o'chirib yuboring. Qolganiga keyin mabodo ulgurmay qolsa yoki tushunmay qoladigan holat bo'ladigan bo'lsa, taxmin qilsangiz ham har qalay 50% yutuq sizda bo'ladi.